Bu video xizmatlarimiz orasida eng esda qoladiganlaridan bo'ldi. Sababini video davomida o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Shahardagi bozorlardan kerak narsalarimizni olib, shashli marinovkalarimizni zikrli marinaddan xarid qilib, toqqa qarab yo'lga chiqdik. Xizmat joyimiz Bochkada joylashgan Trio degan dachada ekan. Yetib kelishimiz bilan narsalarni joylashtirib, mehmonlarimiz kelishligiga dasturxonlarni ustini tayyor qilib, birinchi ovqat uchun mastavani tayyorgarligini boshlavordik. Mastavani guruchlarini alohida qilib, chiroyli qilib qovurib solib qo'yib, shashlilarimizni ham sixlab qo'ydik. Orada mehmonlarimiz yetib kelishligi bilan mastavamizni yarimtadan rayhonli solib, yonida shunaqa iliy suylar bilan suz berdik. Ketidan ko'mirga sabzavotlarni tashab, shashlik bilan yaxshi ketadigan xaravat salatini tayyorlab berdik. Mijozlarimiz zikrli marinadda bonfile qismidan tayyorlangan jaz shashligini yumshoqqina bo'pti deb maza qilib yeb olishdi. Kunimizni shunaqa shirinli qo'l mevalar bilan tugatdik. Ertasi kuni ertalab dachadan ko'rinib turadigan tabiatga o'zingiz baho berishingiz mumkin. Dachani nomerini kommentariyaga yozib qo'yaman. Mehmonlarimiz uyg'onishligiga dasturxon uchun kerak narsalarni tayyor qilib, bir kishi uchun bittadan shunaqa ko'rinishda nonushta tayyorlab berdik. Tushlikka qaynatma sho'rvani solib qo'yib, issiq kunda yaxshi ketadigan muzdekina kokteyl tayyorlab berdik. Ovqatdan oldin qo'ziqorli salatni berib, qaynatma sho'rvani chiroyli qilib suz berdik. Kechqurungi ovqatga murskoy kapris salati bilan bonfiledan tayyorlanadigan ovqatimizni qilib berib, xizmatimizni tugatdik. Xizmatimiz haqida to'liq ma'lumot Instagram direktimiz orqali.